Allah hayırlı qilsin deb mana betonni ham boshlaverdik. Kranga sapsam ozgina qoldi. Jetib olamiz. Bu yoqda beton kelib turadi. Aytilgan vaqtida beton kelib tursa, instrumentlaring yaxshi bo'lsa, ovqating vaqtida kelib tursa, ha? Первый, второй, ayran, payran qaymog'i bilan Первый, второй, третий, четвертый deganday. Bolalar, beton quyilaveradi. Ovqatni yeb, suvni ichib, gaplashgancha oyliqni avansni olib tugatmasdan turib oyliq chiqib, ko'stayversin. Qo'shnilar ham hali bahor kelganda o'zimizda shu Osiyoda O'zbekiston, Qirg'iziston hamma usta solganda bu yerda ham stroyga avj olib ketadi. Hamma tomondan stroyga ketadi. OTVga chiqqan sayin kranni ko'pligini ko'rasan. Hamma joyda kran. City bo'lib ketadi o'xshaydi albatta. Yana beton qo'yib qo'yishdi. Almashib ovqatni yeb, suvni ichib, qanchalik o'ynab kelishdilar o'zi, nima qiladi boshqa. Mayli, hamma sog' bo'lsin, tinchlik, omonlik bo'lsin. Xursandchilikda ko'rishamiz yana xudo xolasa. Aytdim, musulchilar ham kelibdir mana. Shunda ishdan chiqasin aytdi madaniy xorda. Stolda o'tirib, bemalol nafas rostlab. Keyin uyga ketilaveradi. Ammo TVdan chiroyli ko'rinadi ekan. Atrof to'g'ri joylar ekan, atrof baland ekan. Ha, mayda tarkan bor, tarkanda yosh kattasi bor. Ha, bitta güzü eshitilganda abi. Abi görüyorsun halimizi, görüyorsun bak. Gerek yok, şu şekle bak. Ya endi shu turishingda go'zalsin abi. Halol mehnating bilan go'zalsin da. Bir yemek yiyelim ondan sonra konuşuruz. Ha, tamam.